Assalomu alaykum. Muhtaram yoshlar, ukalar, singillar. Sizlar hayotingizda pensiyaga chiqib namoz o'qiyman deb namozni kechiktirmanglar. Hayotingizni har xil gunoh ishlar bilan bezab qo'ymangizlar qo'shtirnoq ichida. Chunki keyin afsus qilasiz. Afsus qilgan bilan hech narsa o'zgarmaydi. Ko'plar aytadiki, pensiyaga chiqib namoz o'qiyman deydi. Pensiyaga chiqqanimni ko'rib turibmiz. 60 yoshlar, 70 yosh, men o'zim 60 yoshdaman. 70 yoshlarni, 80 yoshlarni ko'rib turibmiz. Hali namoz xayolida yo'q. Chunki namozni o'rganishni ham, kimdan o'rganishni ham bilmaydi, qanday tahorat qilishni bilmaydi, qanday g'usl qilishni bilmaydi, halol haromni bilmaydi. To'g'ri, davlatimizda diniy targ'ibot taqiqlangan. Lekin har kim to'n issig'ini egasi biladi deganda, har kim o'zini hayotini o'zi bilib, Allohni tanib, Allohning payg'ambarini tanib, Alloh ko'rsatgan to'g'ri yo'lda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam izlaridan ketishga harakat qilish kerak. Kecha bir yaxshi gap bo'lib qoldi masjidda. Bizning har birimiz xuddi 1 yil yashaydigan podsholarga o'xshar ekanmiz. Mantiqni qarang. Nima uchun desa, shunday bir rivoyat bor ekanki, bir joyda bir podshoh saylash odati bor ekan. Har yili 1 yilga podshoh saylaydi ekan. 1 yildan keyin bir kimsasiz orolga olib borib tashlashar ekan o'sha podshohni. Keyin shunda bir kishini odamlar daryodanmi, dengizdanmi shu kema halokatidan qutulib qolganini ko'rib, sen shuncha yomonliklardan qutulib qolibsan, qiyinchiliklardan qutulib qolibsan, bizga podshoh bo'lgin deb aytishibdi. Xo'p, podshoh bo'lsa nima qilaman desa, shuni tushuntirdi. Podshoh bo'lasan 1 yildan keyin shunday bir kimsasiz orolga olib borib tashlaymiz. Bizda qoida shunday kelyapti degan ekan. Shunda u kishi xo'p debdi. Rozi bo'libdi. Podshoh bo'lib saylangandan keyin ertasi kuni aytibdiki, buyruq berib, meni o'sha joyga olib borib tashlanglar. Olib boringlar, bir tomosha qilay debdi. Podshohning buyrug'i vojib. Olib borish uchun orolga qarasa, hamma tomonda o'lib yotgan odamlarning suyaklari. Xullas, yoqimsiz vaziyat. Shunda podshohlik buyrug'ini beribdiki, mana shu joydan bir qasr qurasizlar deb doim shu qasrni yaxshilab, yangilab qurishga nazorat qilib turar ekan. Va nihoyat bir kuni 1 yillik umr, podshohlik umri tugagandan keyin o'sha joyga keyin xursand bo'lib ketar ekanda, mana men qasrimga ketyapman deb. Oldingi podshohlar esa yig'lab ketardi. Oh, men shunday podshohlikdan ayrilib, shunday kimsasiz orolga mahkum bo'lyapman deb. Bundan chiqaradigan xulosa shu ekanki, biz o'limdan keyingi hayotimiz, oxirat hayotimizga, o'limdan keyingi degani aniqrog'i qiyomat kungi hayotimizga tayyorgarlik ko'rib, shu hayotimizni obod qilishga, qasr qurishga, jannatda qasr qurishga harakat qilishimiz kerak ekan. Shunday qilib savob ishlarni ko'paytirib, haromdan o'zimizni tiyib yursak, bir kuni o'limga ham kulib ketamiz. Inshaalloh. Demak, pensiyaga chiqib yoki yoshim ulug' bo'lib namoz o'qiyman, yaxshi ish qilaman deb hayotingizni behuda o'tkazib qo'ymang. Hozircha o'z hayotingizga podshohsiz. O'zingizni hayotingizni, keyingi boqiy hayotingizni obod qilish uchun, qasrlarda, jannat qasrlarida yashash uchun harakat qiling. Chunki bir marta subhanalloh deb qo'ysa, qasr qurilar ekan jannatda.
shu doim yaxshi amalda bo'lib ketaversan, sen qasib qurilib katta joylar obod bo'lib ketaveradi. Vaqt ketyapti.